Please stop! We need backup! Backup! Right! Come out to the back! Now! Assalomu alaykum. Ba'zan televizorda, ba'zida internetda yoki ijtimoiy tarmoqlarda AQShda yuz bergan navbatdagi jinoyat haqida xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Kimdir o'ldirilgan, kimdir talangan va yana bir joyda ommaviy otishma sodir bo'lgan. Ammo asl savol boshqa. Amerikada aslida qancha jinoyat sodir bo'ladi? Har yili millionlab jinoyatlar qayd etiladi, lekin ularning qanchasi ochiladi? Qanchasi sudgacha yetib boradi? Va qaysi jinoyat turi eng ko'p uchraydi? Bugun biz hissiyot emas, balki rasmiy statistikalar haqida gaplashamiz. 911, where's your man to? Someone just got shot. Your gun still there? The person who shot him still there? I can't see one. Someone just got shot right in front of us. You guys need to come. Like, you guys need to get here now. AQSh Federal tergov byurosi va Adliya statistika byurosi ma'lumotlariga ko'ra, har yili mamlakat bo'ylab 7-9 million atrofida jiddiy jinoyat politsiya tomonidan rasmiy qayd etiladi. Mutaxassislarning fikricha esa bu faqat ma'lum qismi, chunki ko'plab jinoyatlar umuman politsiyaga xabar qilinmaydi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, har yili sodir bo'ladigan barcha turdagi jinoyatlar soni 20 milliondan oshishi mumkin. Amerikada eng ko'p uchraydigan jinoyatlardan biri o'g'rilik. So'nggi yillarda har yili 800 mingdan ortiq uy o'g'irlanadi. 4 millionga yaqin mayda o'g'irlik qayd etiladi. Do'konlardan mahsulot o'g'irlash esa milliardlab dollar zarar keltiradi. Qiziq tomoni shundaki, uy o'g'irliklarining katta qismi kunduz kuni sodir bo'ladi. Sababi oddiy, uy egalari ishda bo'ladi. Federal tergov byurosi ma'lumotlariga ko'ra, o'g'irlikning faqat 12-15% ochiladi. Avtomobil o'g'irligi ham AQShdagi eng katta muammolardan biri. 2023-yilda mamlakat bo'ylab 1 milliondan ortiq avtomobil o'g'irlangan. Bu deyarli har 30 soniyada bitta avtomobil degani. Ko'plab avtomobillar qismlarga ajratilib sotiladi yoki boshqa shtatlarga olib ketiladi. Bosqinchilik qurol yoki kuch ishlatib sodir etiladigan talonchilik. Har yili Amerikada 250 mingdan ortiq bosqinchilik qayd etiladi. Eng ko'p uchraydigan joylar ko'chalar, yoqilg'i shoxobchalari, kichik do'konlar, banklar. Qiziqarli fakt: bank talonchilari filmlardagidek tez-tez uchramaydi. Bugungi kunda ko'p bank bosqinchilari kuzatuv kamerasi va DNK sabab bir necha kun ichida qo'lga olinadi. Zo'ravonlik jinoyatlariga qotillik, og'ir tan jarohati, bosqinchilik, jinsiy zo'ravonlik kiradi. Har yili AQShda 1 milliondan ortiq zo'ravonlik jinoyati qayd etiladi. Bu degani har kuni minglab odamlar zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Eng og'ir jinoyatlardan biri qotillik. 2023-yilda AQShda 19 mingdan ortiq qotillik qayd etilgan. Bu 2020-21-yillardagi keskin o'sishdan keyingi pasayish hisoblanadi. 1991-yilda esa rekord darajada 24 mingdan ortiq qotillik sodir bo'lgan edi. Bugungi kunda qotilliklarning katta qismi o'qotar qurol, oilaviy mojaro, giyohvand moddalar savdosi va ko'cha to'dalari bilan bog'liq. Ma'lumotlariga ko'ra, qotilliklarning o'rtacha 55-65% ochiladi. Demak, har yili minglab qotillik ishlari hanuz javobsiz qolmoqda. Jinsiy zo'ravonlik. AQShda jinsiy zo'ravonlik eng kam xabar qilinadigan jinoyatlardan biri hisoblanadi. Har yili politsiya tomonidan 130 mingdan ortiq zo'ravonlik holati qayd etiladi. Ammo mutaxassislarning fikricha, haqiqiy son bundan bir necha barobar ko'p. Sabablari qo'rquv, uyat hissi, jinoyatchini tanishi, sud jarayonida cho'chish. Shuning uchun ko'plab jabrlanuvchilar hech qachon politsiyaga murojaat qilmaydi. Firibgarlik. Oxirgi yillarda eng tez o'sayotgan jinoyatlardan biri internet firibgarligi. Federal qidiruv byurosining internet jinoyatchiligiga qarshi kurashish markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda internet firibgarligi sabab amerikaliklar 12 milliard dollardan ortiq mablag' yo'qotgan. Bu tarixdagi eng katta ko'rsatkichlardan biri. Eng ko'p uchraydigan usullar romantik firibgarlik, investitsiya firibgarligi, bank karta ma'lumotlarini o'g'irlash va kriptovalyuta orqali aldash. Ommaviy otishmalar.
Bu mavzu AQSh haqida gap ketganda eng ko'p muhokama qilinadi. 2023-yilda mamlakat bo'ylab 600 dan ortiq ommaviy otishma qayd etilgan. Shuni unutmaslik kerakki, turli tashkilotlar ommaviy otishma tushunchasini turlicha hisoblaydi, ammo bitta fakt o'zgarmaydi. AQSh dunyodagi eng ko'p fuqaroviy qurolga ega davlat hisoblanadi. Taxminan 400 milliondan ortiq qurol fuqarolar qo'lida mavjud. Jinoyatlar qayerda ko'p? Eng ko'p jinoyatlar odatda aholisi katta shaharlarda qayd etiladi. Masalan, Chicago, New York, Los Angeles, Houston, Filadelfiya. Ammo mutaxassislar umumiy son bilan jinoyat darajasini adashtirmaslik kerakligini aytadi. Ba'zi kichik shaharlarda aholiga nisbatan jinoyatlar ulushi yirik megapolislardan ham yuqori bo'lishi mumkin. Ishlar nechog'li ochiladi? Federal tergov byurosi statistikalariga ko'ra, qotilliklarning taxminan 60%, bosqinchiliklarning 30%, o'g'irliklarning esa atigi 12-15% ochiladi. Demak, jinoyat sodir etgan har bir shaxs darhol qo'lga olinadi degan tushuncha noto'g'ri. Ko'plab ishlar yillar davomida ochilmay qoladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dunyo mamlakatlari orasida rivojlanish indeksi bo'yicha yuqori o'rinlarni qayd etadigan Amerikada ham jinoyatchilik darajasi baland. Ammo umumiy tahlillarning ko'rsatishicha, eng kuchli tergov va xavfsizlik tizimlari ham barcha jinoyatlarni to'liq nazorat qila olmaydi. Har yili millionlab jinoyatlar sodir bo'ladi. Minglab qotilliklar, millionlab o'g'irliklar, 100 minglab zo'ravonlik holatlari va milliardlab dollar zarar. Ammo har bir statistika ortida oddiy bir raqam emas, bir insonning taqdiri, bir oilaning fojiasi va adolat kutayotgan yaqinlari turadi. Shu sababli jinoyatlar statistikasi shunchaki sonlar emas. Bu jamiyatning eng og'riqli haqiqatini aks ettiradigan raqamlardir.